Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari. Bizning aziz obunachilarimiz. Bugun ana shu deyarli har kuni jonli efir orqali sizlarga boqayotgan, parvarish qilayotgan o'rdakchalarimizni ko'rsatayotgan ana shu chiroyli hovuzimizni xo'sh, yana bir obzorni qilib qo'yaylik dedik. Bugungi temamiz o'rdakchalar uchun emas, balki baliqchalar uchun bo'ladi. Ana baliqlarimizni hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'rinyapti? Ya mashalloh. Baliqlarimiz Xudo xohlasa 1,5-2 kilogramga yaqinlashib qopti kattalari. Ana. Xo'sh. Qani endi ularni ushlashning imkoni bo'lsa-da, sizlarga ushlab ko'rsatsam bularni. Ana shu yerda baliq bor. Yaqinlashtiraman. Harakatlari ko'rinyapti. O'zlari aniq va ravon ko'rinayotgan bo'lsa-da, lekin harakatlari ko'rinyapti mana bu yerda. Mana baliqlarimiz kattaligini ko'ryapsizmi? Obunachilarimiz savol beradi. O'rdakchalar baliqlarni yeb qo'ymaydimi deb. Yo'q. O'rdaklarimiz hali baliq yeydigan darajada katta emas. Baliqlarimiz Xudoga shukr 2 kilogramga yaqinlashib qolgan. O'rdakchalarimiz esa endi 2 oylik bo'lib qoldi. Mashalloh. Mana shu yerda bitta. Ana. Ko'rib turganingizdek, hovuzimizni usti to'la o't. O'tlarni biz o'rdaklarimizga chopib beramiz. O'rdakchalarimiz qorin to'ygandan keyin hovuzimizni tark etishadi. Ana undan keyin baliqlarimiz ko'rinyaptimi? O'rdakchalardan qolgan o'tlarni baliqlarimiz yeydi. Hozir men maksimal darajada harakat qilyapman. Pastroq va muloyimroq ovozda gaplashishga va bir joyda turib syomka qilishga harakat qilyapman. Sababki baliqlarimizni Alloh taolo shunday yaratgan ekanki, azlar ozgina sharpaga va ozgina shovqinga juda ham bir sezgir bo'lib, keskin harakat bilan yo'q bo'lib qolar ekan. O'shaning evaziga sizlarga ko'rinsin degan ma'noda maksimal darajada pastroq ovozda gaplashishga harakat qilyapman. Mashalloh. To'g'risi o'zim ham kun bo'yi ishda bo'laman, unchalik e'tibor bermasdim. Shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni ekanligidan foydalanib o'zim endi bir e'tibor qilyapman. Baliqlar asosan o'sha sokin bo'lgan paytda yo ertalab, tong saharda yoki ana shunday havo isigan paytda suvni yuzida ko'rinib qolar ekan. Qolgan payt esa hovuzimiz juda ham chuqur. Ana shu chuqur hovuzning pastida o'sha tashlagan donlarimiz, har xil bug'doy, makka yormalarini beramiz. Bo'lmasa ana shunday o't chopib beramiz, o'sha o'tlarni yeydi. Xullas, oyoqlarida ham bor. Lekin biz xo'sh borsak, baliqlarimiz qochib ketishini inobatga olib yoqqa bormayapmiz mana. Ko'rinyapti? Ya mashalloh. Ana. Ana baliqning kattaligini ko'ryapsizmi? Ya mashalloh.
Qarang, baliqni o't yeyishini qarang, ko'ryapsizmi? Ana shu yerda baliqchalar o'tyapti, qarang. Ana. Alhamdulillah. Alloh yetkazgan ne'matlaringga behisob shukr. Va bularning chiroyligini qarang ana. Mana. Ana baliq, mana baliq. Voy, bu baliqchalarning o't yeyishini qarang. Bug'doy yoki makka yormani sochib yuborsam, ular og'irlik qilardi-da, pastga tushib ketardi. U donlarni yeganini ko'rmaysan ham odam. Kepak bersam, kepak yengilligini inobatga olib, suvni yuzida qalqib turadi, kepak yeganini ko'ramiz. Lekin o't yeganini bunchalik bir maroq bilan tomosha qilmagandim, to'g'risi. Sizlarga qay darajada ko'rinyapti yo yo'q, lekin men maza qilyapman shoning. Ya, mashalloh. Ana. O'zimiz ro'zg'orimiz uchun kichkinagina eksotiklik joyga, demak, o'tgan yili aprel oyida demak, baliq chovuqlari tashlab qo'yganmiz. Malyok deyilar ekan. O'shalarni o'tgan yili avgust oyidan boshlab, ya'ni baliqchalarimiz 4 oylik, 5 oylik bo'lganidan boshlab iste'mol qilishni boshlaganmiz. Toki bugungacha. O'g'ilchalarim qiziqib ishlaydi. Bu mashalloh. Mana shu qizil, bu olmani bargani, shu olmani bargini atrofiga qarang, 3 ta 4 ta baliq yuribdi katta. Ana endi ochiq va ravshan ko'rindi. Kelishini qarang baliq. Mana bittasi. Mashalloh. Ko'rinyapti. Mana bizda ana shunaqangi gaplar aslar. Ana baliqlarimiz ham qorni to'yib qoldi. Endi o'rdakchalarimizni yana bir chiqarib olamiz. Suv yuzidagi qalqib turgan qolgan o'tlarni bir tozalab yeb qo'yishadi. Shu bilan hovuzimiz anchagina toza bo'ladi. Ana undan keyin yana yangi o't chopib tashlaymiz obeddan keyin. Qarabsizki, bepul begap Alloh taolo berayotgan shu yerdan chiqayotgan oddiy o'simliklar bilan bir emas, 2 xil mahsulot yetishtiryapmiz. Ham baliq, ham o'rdak. Sotsak pul, yesak ro'zg'orimiz uchun anchagina, demak, barakali narsa. Tavsiya qilamiz, kimdiki joyi bo'ladigan bo'lsa, arzon bizneslardan biri, xarajat talab qilmaydigan bizneslardan biri baliqchilik va o'rdakchilik. Hozircha biz shug'ullanayotgan bizneslar. Sog' bo'lingizlar, e'tibor uchun hammaga rahmat.